Muş qissədəki qaltis kişilər qatarda Zhou Guliangni nəhayət qaltis deb bilamiz. Çünki Zhou Guliang muşu qissədəki ən qaltis kişilərdən biri. Liu Bei 15 yaş vaxtıdan başlap bu igilik tiklashga başlagan, cho'ng yiqilishga başlagan shundami? Taki 45 yaşgacha bu nurg'un ishlarni qilib baxtdi, nurg'un issiq so'qoqlarni boshlagan, izchil jang qilgan yengilib keldi. Dastigidek bir makonga erisholmadi. Muşu vaqtda bu yatqan ejderha kuyucu sumruqdan birsiga erishsa, jahonni o'z ilkiga og'il buldu deganlikki e'lon so'zini anglab, Kunmingni 3 qatim ziyorat qilib oldi. Shundan Zhou Guliang taklif qildi. Zhou Guliang kelgandan keyin ondan bu jang qilgan sir yengildi. İşleri bağanç o'ng'itadi. Ya'ni Liu Bei Zhou Guliang erishishdan burun buning lashkarlarining bir odatdagi qismini faqat Zhou Guliang kelgandan keyin bu alohida qism o'zgardi. Zhou Guliang kelgandan keyin anodagi haqiqiy bu Guanyu Zhangfei zulunlarni bir sarkardidan sang'unga o'zgara oldi. Haqiqiy o'zini namoyon qila oldi. Man nurg'unlar bu Zhou Guliangga bak amroq. Shunami? Endi bu Zhou Guliang chiqqandan keyin mu, endi Zhou Guliangni jahon o'ng ko'zi bilan qaradi. Zhou Guliangning raqiblari yosh turibli ketdi. Shunami? Zhou Guliang chiqishiga Guoja ketdi. Uning keyindan Zhou Yu, uning keyindan Lu Su. Buning bilan tang turganlar asosan yo'q qoldi. Jahon mash Kunmingga qoldi. Keyin Weivlar urushqiga vaqtda qarsak bu yerda bu Sauron, Sauquanlar bu Zhou Guliangga raqib bilanmidi, sayvonmidi buningga. Endi mushundaq kunlarning birida bu o'zining haqiqiy bir raqibi, haqiqiy bir sirdishini topdi. Kim o? Sima Yi. Sima Yi'ni ishlatishga bo'ldi, lekin qattiq cheklab turish kerak. Jigrin Kei Changyong buning Zhongyong deydi. Bu Sima Yi'mi nəhayət aqlliq. O'zini maydonga chiqargan vaqtda mayli bir juy o'ynab o'yin bilan chiqdi bu. Shundami? Bu qanday vaqtda chiqdi? Cao Cao Chibir yengildi. Cao Cao'ning qo'lida Guoja o'lib ketdi. Endi bu Kunming bilan Zhou Yu o'tirib chiqib bular bilan bu danishmalar bilan tang turg'dak bir odam kam. Naq shunday vaqtda Cao Cao qo'shinni ilhomlantirib atgan vaqtda bu Sima Yi yolg'ondan xo'rak deganda bo'lishini tatib uxlab oldi. Shundami? Bu yerda uxlab olgandan keyin buni zindan usuldi, keyin qishib berib, buni bilan ayrim ko'rishdi. Ko'rishga vaqt Sima Yi men o'zim saqlab turgan deb bu yerdagi Chibidagi mag'lubiyatni birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan, to'rtinchidan bir qator talablar deb bu yerdagi yanglishning sababini bu Guojaning yo'qligi emas, Cao Cao'ning xatoligi emas deb turib, nəhayət obrazli tasvirlab berdi. Ham buningdan keyin qildigan nishondan tatib bergandan keyin Cao Cao o'yladi. Madem ishlasak bo'ldiki. Yomon nimka buni. Buni ishlatsam bo'ldiki, lekin chuqum cheklab turishim kerakki. Shuning bilan bu Sima Yi'ni izchil haqiqiy ishlatmaydi. Shunami? O'lib ketadigan vaqtida sovib yig'laydi. Sima Yi'ni chuqum ishlat. Kunmingga Sima Yi'dan malakadan taqobil turolmaydi. Lekin qattiq cheklab tur. Qattiq ehtiyot qil buningdan dedi. Ham sovib o'lib ketadigan vaqtdimi o'g'li Sauroyga shundaq dedi. Sen bunu işletmesen bo'lmaydi, lekin qattiq cheklab tur buni. Dedi, lekin bu yerda Sauroy o'lib turgan vaqtda o'zining o'g'li deyishni unutib qoldi bu gapni. Endi bu vaqtda Sao jamiyati bu Wei bilan shuning jangida bu Sima Yi'ni ishlatmay amal yo'qligini, bu Zhou Guliangga faqat Sima Yi'ning taqobil turganligini bilib, buni ishlatdi. Bunun qo'shin tutqizib Sima Yi'ni boshqa ishlatdi. Shundan endi bu Sima Yi bilan Zhou Guliangninki janglari qarsak, o'ylasak birinchi ismi keladigan nima?